Assalomu alaykum hammaga. Mana chorva fermalar uchun sut saqlashga xolodilniklar, mana sut saqlaydigan tank охладительlarimiz hozir kunda sotuvda mavjud. Toshkent Bektemir tumanida. Qiziqqanlar bilan bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sutni saqlash uchun ishlatiladi. 36-37 gradusdan 4 gradusgacha sovutib 3 kungacha sutni saqlab beradi. Охладительlarimiz Turkiyadan kelgan, 1 yil garantiya bilan beramiz motoriga. Vertikal охладительlar, mana elektronli tablolari, tarozilari bor. Reduktor meshalka. Dastavkalarini ham kelishilgan holda qilib beramiz mana.